Bugun cho'g'i kam bo'ldi-da. Nima qilsam bo'larkan, birot Qochtiring. Qochtirama oldi sani. O'poqcha. Shuni shilaman. Yo'qda, sani yo'lingni berkitib, o'qitib tashlashgan qora ranglaring oppoq. Birinchi keyin sportejing bor, to'g'rimi? Ha? Undan keyin mersoling, keyin san yetib oling. Menga yetib olishdi. Nima farqi bor? Laskalon. Sani o'qitib tashlashgan agar qaytarma qilmasak, mashinang yiq olib ketadi. Keyin sandan itam reklama olmaydi. Qaytarma qilib bering. Hozir. Chiroyligini bunaqa merchaga o'tirgan birinchi lo'li bo'ldi. Qaytarma qiling. Qilolman, men odamlarim chaqiryapman, Qani qilingni och. Mana shu merchaga ko'zingni umuman poylama. Agar poylasang, umuman poylama. Poylasang, umuman etmaydi duo. Tushundingmi? Ya, haddaki topat. O'zi zo'r beribdi-da bu. Ana belopti. Shunday zo'r belopti. Belli ana böyle ketdi ana. Küf ana bittada yiqildim. Ko'ryapsanmi? Rahmat kattakon. Endi xizmat haqqim. Mana sizga qo'l haqqingiz, rahmat. 2000 mi? Ha? Sanga savol, 2000 ga bumaga beradimi? Yo'q lekin. Nimaga bo'lmasa menga beryapsan 2000 ni? Bilasanmi men qanday bir lo'liman? Shalo, ofishal lo'liman. Kimlar menda baxtini o'chirmaydi? Feyz Normatov yerga tepib ketibdi. Baxtini ochganim uchun. Shahlarijonova degan bloger eshitganmisan? Yo'q, tanimas ekanman. O'zi unaqa taniqli qiz bas. Qarachadan kelgan bir menga o'xshagan bir qiz. Uni ham baxtini maoshda yerga tepib ketdi. Voy, men ham baxtimni ochib bering. Beli tamom, saqqosini to'laysan. Qachon keladi shahzodam? Shoshilma, shoshilgan qiz erga yo'chma. Hozir seni chaqiradi. Zebo, ketdimi? Voy, umidga kelgan shahzodam. Nima? Meni baxtim ochib ketdi ana uni. Qo'lidagi pulni sen berding. U mashinnikku mendan ham pul olgan. Bor, pulni ol. Tövbe. Umrimda bunday lift ko'rmaganman. Bir haftaga birgacha kelmasligim kerak. Kamina shalodan ehtiyot beringlar. Otaxonadami? Qalaysan? Yana keldingmi? Bo'pti, bunisini ol. Bo'lajak kollektiv ko'ryapsanmi? Kim? Ana ular. Ular kollektiv emas-ku. Ha. Talaba ular. Kontraktga kiradi, tilamchi bo'ladi. Ertaga mendan pul so'raydi. Shu mendan battar bo'ladi. Shoshmay turma bilan mazisini qo'qay. To'xta. Voy, qoch. Yes, o'qishga kirolmayapman. Allo, Azaka? Sovchilarni jo'natib turing. O'qishga kirolmayapman. Men o'qigan qizga uylanaman. O'ynashga sho'rib elsiz qoladi degan ashi bo'ladi-da. Ya onasini sen yana o'qishga kira olmayapman. 1 yil repetitorga bergan pulim osmonga uchib ketdimi endi? Ya, grantga kirinma, o'qishga kirinma. Rahmat dada. Faqat siz iltimos, anu o'qishga kelmasligini ham hal qilib bering. Dadang yana nimani hal qilib bersin? Jon-uka o'qishga kirgizib qo'yibdi. Baqa yurgin. Jon-uka, g'aro, o'g'ru sal hisob bilan bo'ldi. Men o'g'limga o'qishga kiribsa tekin xo'r, chep o'qib qo'y, otang o'qishga kirgizib qo'yibdi. Bitta og'ardimi shantajchilar, darrov yozishdi bilasan. Shantajlik qilma. Bularda hammasi shantaj. Bular qaysi biri shantaj bo'ldi hozir? Ko'psanmi? Kontrakt kirimman. Elam o'zing yordam bermasan, to'qqasini bersang. Rostdan bunaqa yo'qsiz, rahmat. Yo'qoling, kontrakt kirdim deyapman sizga. Hangishak, menga hangrama, senga yordam beraman deyapman. Xom senga bandaligi shirdan bersa. Kontrakt. Shuncha kreditim bor payt qana to'layman? To'xta, agadayvachcha. Iltimos faqat o'qishga kirdim demay. Men senga nima degandim? Bularni hammasi tilamchi biladi deganmidim. Mana bu Gaday Ultra Pro Max bor. O'tgan safar xebiram chiqmagan cho'ntagida. Yana kontraktga o'qishga kirgan bechora bacha. O'zingiz hayotda nimadir eplab qo'ygan insondek tutmang o'zingizni. Menga shalla qilaman, mana shu joyda xato gapirdik. Hozir men seni kontraktda bazaliyat echib hal qo'yaman. Hurmatli kontraktga kirgan gadayvachalar, berakalash. Bu bazileti gruzin texnologiyasida mutaxassislar ishlab chiqargan. Sariq qopqoqli bazileti limonatini olasanlar. Nima limonatingizni maqtayapsiz? Reklamasini olganmisiz? Mana shu paytgacha nima uchun seni puling bo'lmagan? G'umcha qilib 5 ta oxirigacha hay. QR kodni skanerlab Telegram botdan ro'yxatda o'tchasan. 20 milliongacha yutib olishing mumkin. 25 avgustdan 15
15-oktyabrgacha har kunda kamida 10 tadan jami 50 ta g'olib aniqlaydi. 20 million o'p o'zimniki bo'ladi. Sen tomoq xo'rsan, uyqushi kirganing yo'q-ku. Yehe, talabalarga degan joy bormikan? O'zim olaman 20 millionni. Sen kalbachani miyang zerishlayapti. Menga shogirdlikka tushmaysanmi? TV rahmat aka, pullaringiz ko'p bo'lsin. Bundan keyin qo'ylar so'yib to'ylar qiling. To'ylaringizga Ulug'bek Yo'lchiyev, hammani ayting, Allohu akbar. Pulim yo'q desa ishonib o'tiribdi. Bugungi planimni men Ibi artist bachalar-ku. Bachalar. Assalomu alaykum. Qanaysizlar, yaxshimisizlar? Voy, qoshlaringizni qarovligini qarang, aylanib ketay. Siz aniq qiz bilan chiqasiz, har doim yig'laydi, xiyonat qilasiz, tashlab ketadi. Sharmanda. Siz yaqinda to'yingiz bo'ldi. Biz sizni aniq oilaviy mahalla bilan ko'rdik borku. Xotiningiz ko'rinmaydi, qarachadan kelgan bir menga o'xshagan qizcha edi. Maqsadga o'tgan gaplashyapmiz, ko'rmayapsanmi? Ha, aytgancha, xudo yo'liga sadaqa. Yo'q pul. Qanday pul yo'q? Xullas, bezgazga ham, sigaretga ham pul yo'q. Bor, ket, yur. Moshina bor, pul yo'q. Agar mana shu bachalardan pul ola olmasam, shalo otimni balo qiyaman. Lekin bugun konsertga borishimiz shart. Yo, sizdan qutulib bo'ladimi o'zi? Sigaretga ham, suvga ham pul yo'q-ku. Plastikka oldik. Qanaqa plastik, kartasiga tashab berdik. To'g'risini aytaylik, hamma yo'qimiz kredit bizni. Dash suyanib turgan mashinangiz ham kirdi, tushundingizmi? Shuni aytdi, kuchuklar, o'zingcha mana bu yerda menga o'zing ko'rsatasan, chochingni ko'tarib olib, akkuratni kiyib olib, onangni o'rtog'iman meni sansiraysan, ha? Yirtib tashlama, yana bir marta oyog'im tagiga chiqib ketsan, senlar tushunlaringmi? Baxtli ko'rsasan, o'zingcha xotiningga gul olib kelasan, shokolad olib kelasan. Sigaretga puling yo'q ekan, o'lik yo'lingdan ishlasang, o'lasan bundan ko'ra. Vele. Gadaylar. Hozir shalom jonim. Shalom emas. Salom biladi. Qo'rqib ketdim. Bahido, mendan qo'rqish kerak emas. Men senga kerakli odam. Qanaqa sen kerakli odam bo'lasiz? Siz lo'lisiz. Biz oilamizga qanaqasiga kerakligingiz yo'q. Sizga beradigan sadaqam ham yo'q. Boring, keting. Sen 2 yildan beri tug'maysan. Ha? Qaynonang seni issiq sovuq qilibdi. Ha? Bo'lishi mumkin emas. Meni qaynonam tilla qaynona. Menga hech qachon yomonlik ravo ko'rmaydilar. Soddaginam. Qaynonang seni o'zi yaxshi ko'rgani uchun emas. O'g'li yaxshi ko'rgani uchun kelin qilgan. Aslida seni ich-ichidan yomon ko'radi. Nima qilsak bo'ladi? Qaytarma qilishim kerak seni. Faqat uni tekinga qilmayman. Ha? Hozir pulab chiqaman. Sochi qayerda qoldi? Sen nima qilyapsan bu yerda? Kim senga eshikni ochdi? Yo'qol orqasidan yopishdi. Yog'zingga tushay seni. Bittepaman hozir. Yo'qol ko'zimga ko'rinma. O'zingizni bosing, xolajon, o'zingizni bosing, hozir seni bosib qo'yaman, tushundingmi? Ko'zlaringizni qarang, ola-bila bo'libdi. Unay bo'lib, sizni o'qitishgan. Lo'lilarda 50 ga kirgan bo'lsam, 50 yildan beri bir xil programma. Kimdir o'qitadi, kimdirga fitna qiladi. Kim o'qityapti meni? Keliningiz. Nima? Ani endi chichivording, suyoq qilib bo'ptimi? Hech qachon men kelinim bilan urushmagan, shu paytgacha urushmayman ham. Senda qalat, men oramizni buzolmaydi, yo'qol. Shol bo'p qolsang, to'shakka mixlanib qolsang, menga qaram belsen deb duoibat qilyapsiz. Bunga isbot mana eshikni ochdi. Kamiga hozir sizni o'qitish uchun pul olib kelgani kirib ketdi. Kelin, nima qilmoqchisiz? O'g'lingiz ishlari yaxshi yurishsin deb kusuf qildirib qo'yay deyapman-da. Siz nima qilmoqchisiz? Men ham shu. Nazar tegmasin, ertaga shol bo'lib qolmay, kusuf qilmasin kimdir deb o'zimni o'qitib qo'yay. Biz ko'zimizni yumamiz, ko'zimizni ochmaymiz. Aytib qo'yay. Birinchi qoida, agarda kimda kim ko'zini ochadigan bo'lsa, o'sha insonlar o'sha o'zingga qaytsin. Og'zi burningni qo'lga kelsin. Akashay bo'lsin, qo'llaring shol bo'lib qoldi. Bolalaring yaxshi tutib tursin ketingga. Iloyim o'zi tug'masin.
ham ko'p. Narguylarni ham tozalay. Uf, ket. Mahfurat xola plan bajarildi, janjal bo'lyapti, pulimni bering ketaman. Yo'q senga pul. Evi ilay. Sanga yig'ishaganlar o'zi bizga pul berib, ahloqlarni tinchini buzyapti. Bilobsanmi shuni? Iloyi o'zingga qaytib